Amerika yoki Amerika Qo'shma Shtatlari Chavshandan foydalanib raketaga qarshi sistema o'rinlashtirib, Sharqiy Janubiy Osiyoda qilichini o'ynatdi. Maqsadi Jungo mavzuli xabar 1-oyning 16-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Bu gap Amerika Qo'shma Shtatlari Koreya yarim orlig'i raketadan mudofaa qilish sistemasi o'rnatmoqchi edi. Texi bu ish boshlanmadi. Endi buni o'rnatib raketadan mudofaa qilish sistemasi o'rnatib Amerika Qo'shma Shtatlari qilich o'ynatmoqchi. Maqsadi Jungo degan bu mavzu mushundoq qo'yildi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Sharq vaqti 1-oyning 15-kuni Aqsaroy davlat bexatarligi Daimiy komiteti harbiy qurol yaroqlarning tarqalib ketishini tizginlash organining yuqori darajalik amaldori John Wolfsburg Washingtonda Amerika taraqqiyot markazi boshqurgan muhokama yig'iniga qatnashib, oraliqda Koreyaga o'rinlashtiriladigan Sadi belgilik raketa qarshi sistemasi to'g'risida mundaq ko'rsatdi. Demak, o'rinlashtirsak Sadi belgilik raketani Koreyaga o'rinlashtiramiz va bu to'g'rida deb mundaq ko'rsatdi. Koreyaga agar Sadi sistemasini Koreyaga o'rinlashtirish zaruriyati tug'ilsa, Koreya bilan Amerika ikki davlatning ehtiyoji shuningga zarur bo'lsa, Sadi sistemasini yadro qurollarni cheklash kuchi bilan Amerikani qo'g'dash qatlamida muhim rol o'ynaydi deb ko'rsatdi. Agar Sadi sistemasi, raketa sistemasi Koreyaga o'rinlashtirilgan bo'lsa, vaqtda Amerikaning manfaatini va Koreyaning manfaatini qo'g'dashda intayin zo'r rol o'ynaydi deb ko'rsatdi. Koreya Sharq Shimol Osiyoda Yaponiyadan qolsa Amerikaning birdan-bir ittifoqdosh davlatidir. Jo'g'rafiya o'rni Jungo bilan Rossiyaga yaqin. Amerikaning raketa qarshi sistema o'rinlashtirishning muhim nishonidir. Raketaga qarshi sistema o'rinlashtirsa Amerika Koreyaga o'rinlashtirdi. Bundan burun Amerikada hukumatdan tartib armiyagacha Koreyaga Sadi sistemasini o'rinlashtirib, besim paydo qilish to'g'risida so'z cho'chak tarqalgan. Koreya Jungo bilan Rossiyaning bu raketa sistemasi qarshi o'ylashib, Amerika bilan o'rinlashtirish masalasi bo'yicha birdek bo'lolmagan edi. Agar Amerika bu sistemani Koreyaga o'rinlashtiradigan bo'lsa, Rossiya bunun qarshi turdi, Jungo bunun qarshi turdi deb ansirgan Koreya hozirgacha Amerika bilan mush to'g'rida bir fikrda bo'lolmagan edi. Lekin Chavshan vodorod bombasini muvaffaqiyatli portlatganligini bayonot qilgandan keyin 11-oyning 13-kuni Koreya prezidenti Park Geun-hye mundaq ko'rsatdi. Demak, Chavshan vodorod qurollarni portlatdi. Davlatning bexatarligi va manfaatini qo'g'dash uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining Sadi belgilik raketa qarshi sistemasini Koreya yarim orlig'i o'rinlashtirish masalasini o'ylashadiganligini bildirdi. Bu to'g'rida obzor qilguvchilarmi mundaq ko'rsatdi. Koreyaning kriz tuyg'usi Amerikaning Osiyoga qaytishi siyosiy va o'rinlashtirishi bo'yicha bir yerdan chiqdi. Bu qatim vodorod bombasi portlagandan keyin Koreyaning kriz tuyg'usi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyoga qaytib berish siyosati bilan va o'rinlashtirishi bilan Koreyaning kriz tuyg'usi bir yerdan chiqdi. Chavshan vodorod bombasi portlatilib amdilikda Jungoni Sharq Shimol Osiyo bexatarlik qiyinchiligining ichiga so'rab kirdi. Demak, bu qatim portlatish bilan Chavshan Jungoni dal mushundaq bir qiyinchilik ichiga so'rab kirdi. 5 burjaklik binoning Sharq Shimol Osiyoda qilich o'ynatishi Osiyo Tinch okeani rayonini maqsad qiladi deb kichik mavzu qo'yildi xabarga. Sadi belgilik raketaga qarshi sistemasining Koreyaga o'rinlashtirilishi to'g'risida harbiy mutaxassislar mundaq ko'rsatdi. Sadi belgilik raketa sistemasi muhimi uzun musofirlik strategik raketa hujumidan mudofaa qilish sistemasidir. Chavshan Koreya bir siziq chegarasida turgan davlatlardir.
bu sistema ameliy rol oynamaydı. Demek Koreyaga uğurlaştırıp Çavuşen'e karıştırış bu mümkün emas da o raketa da o. Bu sistema Koreya ile Çavuşen hiç rol oynamaydı deyim. Sade sistemle raketa uğurlaştırılışı başka tarafta maksat kılgan. Bu raketa sisteminin uğurlaştırılışı başka tarafta maksat kılgan. Asiyacha raketa qarıştırış sistemini uğurlaştırışni bir qancha yildan beri so'zlab kelgan Amerika uchun aytganda Koreyani bu sistemining ichiga elib kirish shubhasizki bir muhim qadam bosganlikdir. Koreyani raketa sistemisining ichiga elib kirish shubhasizki bir muhim qadam bosganlikdir. Çavuşen'nin tehdidiga taqabul turuş bu Amerika tushundirib qo'ya oladigan so'zdir. Çavuşen'nin tehdidiga qarshi turuş bu Amerika tushundirib qo'ya oladigan so'zdir. Bu sistemini Jungo'ning darvozasiga ekilib taqab qo'yish nurg'un kishilar shunday ko'z qarash keldiki Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati raketadan mudofaa qilish sistemasi, sade sistemasini Koreyaga elib keldi deganda bu sistemini Jungo'ning darvozasiga ekilib taqab qo'ydi. Demak, Çavuşen vodorod bombasi portlatdi, Jungo'ni mushu qiyinchilik ichiga so'rab kirdi dedi. Biz harbiy ishlardan toza xabardor emas vatandoshim, lekin buni nima deb tushundirsak bo'ladi? Hamda kishilar bo'libmi Jungo'liklar ko'p yig'laydi ekan, Amerika bizni qo'rishyapti deydi ekan. Amaliyat shunda qo'rishash bo'ladigan bo'lsa, bizning oddiy tilimiz yoki oddiy tafakkurimiz bilan aytganda, ana shunda qo'rishash bilan 40 yil ichida Rossiya Kreml imperiyasini ag'dirib tashlagan g'arb lageri. Endi yaqinda biz sizlarga so'zildik 30 yillik Jungo siyosati Amerika Qo'shma Shtatlarining g'alaba qilolmadi. Jungoni kam mo'lcharlidi va xom mo'lcharlidi dedi. Endi orliqda, ya'ni orliqda nima dedik? Endi kelar navbatdagi prezident Jungo siyosatini belgilaydi dedik. Shundaq deb leksiyada so'zildik, shundaq degan xabar o'ttirib chiqdi. Endi Jungo siyosati qanday belgilandi? Bo'libmi bu raketa sistemasi haqiqatan bu xalqaro jamiyatlar emas, Jungomi, Rossiyami, yana boshqa davlatlarga qaraydigan bir sistem ekan. Demak, Amerikaning siyosati bilan bu sodiya sistemasini o'rinlashtirish birdek bo'ldi o'xshaydi.